Jahon ilmiy va madaniy hamjamiyat vakillari Abu Ali bin Sino tavalludining 1045 yilligini va tib qonunlari yaratilganligini 1000 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan Abu Ali bin Sino buyuk meros va sivilizatsiyasi mavzusida an'anaviy 13-xalqaro Ibn Sino o'qishlari anjumani o'z ishini boshladi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Bugungi kunda buyuk allomaning tibbiyot ilmidagi o'rni beqiyos va barqarordir. Shu ma'noda Abu Ali ibn Sino tavalludining 1045 yilligi va tib qonunlari yaratilganligining 1000 yilligiga bag'ishlab Abu Ali ibn Sino buyuk meros va sivilizatsiya mavzusida an'anaviy 13-xalqaro Ibn Sino o'qishlari anjumani o'z ishini boshladi. Mazkur anjuman buyuk tabib, olim va faylasufning insoniyatga qoldirgan boy ma'naviy merosini chuqur o'rganish va keng targ'ib qilish, dunyo ahlini, jumladan yoshlarni jahon tibbiyoti ravnaqiga beqiyos hissa qo'shgan ulug' ajdodimiz hayoti, faoliyati bilan atroflicha tanishtirish kabi xayrli maqsadlarni o'z oldiga qo'ygan. Ibn Sino nomidagi jamoat fondi, Buxoro viloyat hokimligi, Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Alloma nomi bilan ataluvchi Buxoro davlat tibbiyot instituti hamkorligida o'tkazayotgan bu tadbirda Xitoy, Turkiya, Eron, Rossiya kabi qator davlatlar vakillari, mamlakatimiz tibbiyot va tabobat sohasining yetuk olim mutaxassislari ishtirok etishyapti. Dastlab ular Afshona shahrida bo'lib, buyuk qomusiy olim Abu Ali ibn Sino haykali poyiga gullar qo'yib, unga cheksiz ehtirom ko'rsatishdi. Bu 13-xalqaro Ibn Sino o'qishlarimizning mavzusi Abu Ali ibn Sino buyuk meros va sivilizatsiya va bu xalqaro ilmiy platforma bo'lib aylandi va rivojlandi. Qarangki, mana shu 2 kun davomida 21-22 noyabr kunlari Buxoro shahrida va 7 ta xalqaro ilmiy amaliy tadbirlar bo'lib o'tadi va bu platforma har yili geografiyasi rivojlanmoqda va kengaymoqda. Bu yilgi tadbirimizda aytganimdek 12 ta chet el davlatidan 40 ta xorijiy mutaxassis Abu Ali ibn Sinoning falsafasini, shu boshqa sohadagi boshqaruv, davlat boshqaruvidagi bilimlari, meroslarni o'rganish, she'riyat, matematika, astrologiya va albatta shu zamonaviy tibbiyot, xalq toboti va farmatsevtikaga qo'shgan hissalari o'rganiladi va o'ylaymanki, bu orqali biz O'zbekistonimizning, vatanimizning ilmiy potensialini yanada kuchaytiramiz va Ibn Sino orqali, Abu Ali ibn Sino shaxsi va merosi orqali butun dunyoga yanada ko'proq O'zbekistonni tanitamiz. Buxoroda o'tkazilayotgan 13-xalqaro Ibn Sino o'qishlarida 20 dan ortiq xorijiy mamlakatlardan 40 ga yaqin nufuzli olimlar, ilmiy muassasalar, xalqaro tashkilotlar rahbarlari va ekspertlar ishtirok etishmoqda. Ta'kidlash joiz, Abu Ali ibn Sino ilmiga tegishli qo'lyozma va o'sha davrda qo'llanilgan turli xil tib asboblarda ulkan tarix mujassamligini ko'rishning o'zi ham kishi qalbida buyuk allomaga nisbatan faxr va g'urur tuyg'usini oshiradi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu anjuman butun dunyoda yangi O'zbekistonda tarixga va buyuk tarixiy shaxs Abu Ali ibn Sinoga va davlatimizda barqaror rivojlantirish yo'lida islohotlar izchil davom etayotganini namoyish etishga xizmat qiladi.